Obunachilarimiz bugungi videomizda 7 otishli motor ko'ramiz. Deixa o som trio, silêncio que ruge. Ko'rishingiz mumkin. Skyline firmasi, Kentaur firmasi va Rato firmasining statorli va oddiy traktorlarimiz yetib kelgan hozirdagi Skyline firmasining boshlagan bo'lsa kerak. Bu 7 ot kuchli vozliqlari maslini katta vozliqdan qilib joylashgan bo'ladi kerak. Buni motorda masli datchiklariga ega kerak. Bu ya'ni motorda masli yoki masli kamayib yoki eskirib qolgan bo'lsa avtomatik o'chiradi va motorga zashtirib bo'ladi. Mana shuni aytsa kerak. Buni narxi kerak 3 million 800 ming so'm albatta kam bor. 2025-yilda mahsuloti ko'rishingiz mumkin. 7 ot kuchli mana. Balonlari 408 Cherokee balondan joylashgan bo'ladi ekan. Buni narxi 3 million 800 ming vodiy va Vohobiylar dastavkalar tekin bo'ladi. Firma Skyline bo'ladi ekan. Keyingisi Kentaur variantidan bu ham 2025-yilda mahsuloti ekan. Eski mahsulot 170 bo'ladi. Kentaur firmasini o'chiradigan datchiklariga ega bo'ladi ekan. O'zida oldiga ikkita, orqaga bitta skorchlarga ega ekan. 408 Cherokee balonlar bilan joylashgan ekan. Orqasiga o'qlan ko'rishingiz mumkin. Balonlar razmer bo'ladi. Bunda 3 qatorli freza pichoqlar bilan joylashgan ekan. Buni narxi 3 million 500 ming so'm albatta kami bor. Keyingisi Rato brendidan Rato Tiller statorli katta motorbloy bo'ladi ekan. Oldinga ikkita, orqaga bitta skorchlar bilan joylashgan. Balonlari 410 Cherokee balondan oldida faralari bilan joylashgan ekan. Keyin vozliqlari maslinli bo'ladi va bunda ham masli datchik ega ekan. Ko'rishingiz mumkin motorbloyimiz ko'k rangda joylashgan. Ko'k rang bo'ladi. Akkumulyatorlar 12 vatli katta akkumulyatordan qilib ishlangan ekan. Buni orqalarida ham, orqa o'qlari ham ancha katta. 17 ot kuchli motorlarda o'qlar qo'yilgan ekan. Buni 4 pichoqli katta qalin pichoq qilib beramiz ekan. Buni narxi 4 million 500 ming so'm albatta kam bor. Vodiy bo'lib dastavkasi tekin holda qilib beramiz ekan. Kentaur brendidan salarkali 173 motorli bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin 173 motorli 2025-yil 10-29 ya'ni 29-oktyabrda chiqqan Kentaur brendidan bo'ladi ekan. Mana ko'rishingiz mumkin Kentaur 173 salarkali motorlidan bo'ladi ekan. Bunda ham oldingi ikkita, orqaga bitta skorchlar bilan joylashgan ekan. Buni necha pul qilib berasiz ukam deydilar uchun $500 dastavkasi mutlaqo tekin holda qilib beramiz ekan. Uylangacha bepul boradi. Xoh vodiy bo'lsin, xoh bo'lsin kerak. Bunisi ham xuddi shunaqa Kentaur, faqat rangi qizil xolos ekan. Kimga xuddi shunday motorbloyga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol olib ko'rasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyatida, Marg'ilon shahridagi agrotexnik do'koni. Marg'ilon sentrida joylashgan bo'ladi. Videoga like, podpiska va komment yozib olmasangiz narsalaring bonuslarni ham qilib beramiz ekan. Bonusini kommentda aytib o'tib ketamiz.